Zidqiyo Yahudoning so'nggi shohi edi. Uning o'tmishdoshining Bobilga qarshi qo'zg'oloni mag'lubiyat bilan yakunlandi. Shaharda faqat kambag'allar va dehqonlar qolgan edi. Hamma jangchilar va zodagonlar esa ko'chirildi. Bu Zidqiyoni o'ylanishga va tavba qilishga undashi kerak edi. Ammo u yomonlik qilishni va butlarga sig'inishni davom ettirdi. Oxir-oqibat Zidqiyo ham isyon ko'tardi va u ham muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Uni ko'r qilib asirga olib ketishdi. Bobil lashkarboshisi esa egamizning uyiga, shoh saroyiga, har bir hashamatli imoratga, Qudusdagi hamma uylarga o't qo'ydi. Shahar butunlay talant-taroj qilindi va yoqib yuborildi. Ma'bad tahqirlandi va vayron qilindi. Muqaddas idishlar esa olib ketildi. Yeremiyo payg'ambar asirlik haqida bir necha bor ogohlantirgan bo'lsa-da, yahudiylar unga ishonishmadi. Xudo bizga yaqinlashib kelayotgan falokatlar haqida aytganida biz qanday yo'l tutamiz?